g'am qayg'uni tugutishning chorasi. Allah bilan qasamki, men bu chorani 100 qatimdan ortiq sinab baqdim. Allohdan so'rganlarimning hammasi amalga oshdi. Doktor Muhammad Ratib Nablisi. Doktor Muhammad Ratib Nablisi shundoq deydi: Hurmatli qarindoshlar, menga 40 yildan beri dard ahvolini to'kib kelayotgan har qanday kishiga, mayli uning tan salomatlik nachar bo'lsin, iqtisodiy qiyinchilik og'ir bo'lsin, er ayol o'tirisidagi jidal majro bo'lsin, g'am qayg'uda beshini ko'tarolmagan bo'lsin, farzandlarining haqqini ado qilolmagan bo'lsin, dinini qo'dayolmagan bo'lsin, boshqalarning zulmiga uchragan bo'lsin, yaxshilik ishlarining hammasi taqalgan bo'lsin va yoki ishlari kundan kunga orqaga chekinib, tijoratdan ziyon tortgan, qarzga bo'g'ilib boshqalardan olgan pulini vaqtida qaytara olmagan qarzdor bo'lishidan qat'iy nazar bu choramni uningga tavsiya qilib keldim. Ular menga dediki: "Ey ustoz, mening qiyinchiligimning chorasini hech bir yerdan topolmadim. Ham hal qilish usuli yo'q ekan. Taqoqliq ishik har vaqt itiklik turg'unidek, mening ishlarimmo har vaqt ta'tirga qarab mangdi. Menga bir kishining yordami asqatmadi. Har qanday bir ishni cheksam, men uchun doimo etik. Bir ishni qilay deb qadamimni olsam, u yo'l men uchun g'am qayg'u, dard alam, mushkulchilik, qiyinchilik sababi bilan to'silib qoladi. Ahvolim to'limi og'ir, daki-duki ichida kun o'tkazaman. Hech kim menga yordam qilolmadi yoki ahvolimni o'zgartirolmadi. Atrofimdagilar mendan zorlanib o'tadi. Men hal qilish chorasini zahada topolmadim. Bek charchadim, umidsizlandim, pushaymon qildim. Qo'shidim, hatto zar-zar yig'ladim. Dardimni aytmagan yiqinim qolmadi. Zodi chiqish yo'l qaysi? Men nima qilishim kerak? dedi. Men uningga: "Siz bugun kech baldur yeting. Kechining oxirgi 3dan birida, ya'ni bomdod namozidan 1 soat burun uyg'onib, tahoratni mukammal elib, Allah roziligini ko'zlab 2 rakat namoz o'qing. Namozingizni oldirmay o'qing. Temkinlik bilan qalbingizdagi cho'ngchilikni sundirgan holda Allohning oldida tuvanchilik bilan turing. Sajdini uzun qiling. O'zingizning qilgan yomon ishlaringizni eslang. Allohga yolvuring. O'tkazgan gunohlaringizga tavba qiling. Allohning bandasining chin qalbidan qilgan tavbasini qabul qilganligiga shaksiz ishoning. Chunki Alloh Qur'oni Karimda: "Ud'uni astajib lakum." "Men duo qilinglar, men duolaringlarni ijobat qilaman" dedi. Allohning rahmatining va fazilatining to'liq keng ekanligini o'ylang. Gunohlaringizga istig'for ayting. Qayt qilmaslikqa chin va'da bering. Allohning itoatiga qayting. Hojatingizni faqat Allohdan so'rang. Uningdan har qanday talablaringiz bo'lsa, kichik sanamasdan tilang. Uning darvozasini cheking. Duolarimni Alloh qabul qiladi degan umidda bo'ling. Shundala Allah sizni yaxshi ko'radi, duolaringizni ijobat qiladi. Chunki Alloh Qur'oni Karimda shunday deydi: "Aytqinki, agar sizlarning duoyinglar bo'lmasa, Parvardigorim sizlarga parvo qilmaydi. Agar men deganda qila olsangiz, Alloh ishlaringizni oson qiladi. Duolaringizni qabul qiladi, tilgingizni beradi, rizqingizni kengri qiladi, tiningizni salomat qiladi. Taqilib qolgan eshiklar siz uchun ochiladi. Ahvolingiz hozirgidan necha hassa yaxshilanadi. Men sizga bu hal qilish chorasidan kuchlik, tadbirlik, unumlik hal qilish chorasini ko'rsatib berolmayman ham bilmayman. Men sizni bevosita Allohning ishkiga apardim. Qudratlik hammaga qodir Allohning ishki har bir tavba qiluvchi solih bandasiga doimo ochiq. U ishik qiyomat bo'lguncha hargiz taqalmaydi. Allah bilan qasamki, men u chorani necha 100 qatim sinab baqdim, Rabbim so'rganlarimning hammasini berdi deb javob berdim. Mana qarang. Bu hozirgi zamonimizda yashayotgan olimlarimizning beshidan o'tgan amaliy bir hodisa. Shundoq. Allah bizning ahvolimizni obdan biladi.
Allah'ның ishki har bir tavba qilguvchi solih bandasiga doim ochiq. U eshik qiyomat bo'lguncha hargiz taqalmaydi. Bizning dardimiz haqiqatan bak og'ir. Bizdek dardmanlarning kechilar qiyomda turib, Allohga yalvorib tilaklarimizni tilishimiz, qo'limizdan kelishicha sabab qilishimiz normal ahvol edi. Ammo afsus, ming afsus, bu xil ahvol bizda haqiqatan bak oz tepiladi. Biz ahvolimizning nacharlashib ketganligidan zorlanmaymiz-yu, uni yaxshilashning yo'llari haqida izlanib badal to'lamaymiz. Alloh hammamizni isloh qilib bersin.